Salom mening qadrli aziz obunachalarim. Bugun men sizlarga yangi 4.3 versiya haqida ma'lumotlarni to'plab yig'ib qo'yganman va hozir shu ma'lumotlar ichida barcha ma'lumotlarni ko'rib sizlarni tanishtirib o'taman. Uning uchun sizlar bu videoga obuna va like bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Kommentariya ham yozib qo'ying. Bular menga katta motivatsiya bo'ladi. Oldindan rahmat. Bu bizning yangi kirib kelayotgan 4.3 versiyada lobbida turish holati. Lobbida shunaqa turar ekan va hamda interfeys rangi oqish rang bo'lar ekan. Xo'sh, shunday holatda bo'ladi. Bu tomonga o'tadigan bo'lsa, bu yerda juda katta o'zgarish bo'lgan. Bu yerda mana bir оружие qo'yadigan joy bu yerda va oltitasi ham ko'rib turar ekan. Mashina va bu yoqda rang, kolleksiya, kuchaytiriladigan qurol, оружие, ultimate X kostyum, super kalif hammasi shu yerda qo'yishgan ekan. Katta ko'rsatib turadi va bu yerda bizning personajimiz turadi. Va transportimizning turish joyi ham o'zgargan. Bu oldingi ko'rinish bo'lsa, hozirgi ko'rinish mana bunday. Ancha farq bor, ancha o'zgargan. Sizga yoqdimi bu? Va yana keyingi sezon ko'rishingiz mumkin. Rang ko'rish uchun rang joyimiz mana bunaqa tarzda qandaydir boshqacha bo'lib, yangicha o'zgarar ekan. Sal g'alati yo'l, lekin bunga hali ko'nikib ketamiz. Va yana bir yangiliklardan bittasi bu nastroykamizda barcha tugmalarni hammasini bir qatorga jamlab qo'yishgan ekan. Hozirgiga o'xshab ikkita tomonlama emas, hammasi bir qatorda. Va tugmalarni ham har xil boshqacha qilib tashlashdi. Hozirgisi ancha boshqacha, bunisi esa ancha boshqacha. Bu nastroyka ham sizga yoqdimi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Keyingi sezonimizning nomi rivojlanayotgan olam. Bu eventimizda 5 xil g'aroyib kuchlar bo'ladi. Bu kuchlarning biri qurol kuchi. Bu kuch odamlarni nok qilgandan keyin dushmanning oldida tezroq borish uchun tezlikni oshiradi. Ikkinchi qobiliyat esa bu transport qobiliyati bo'ladi. Bu qobiliyat esa transportni jonini oshirib, mashina otganda mashinaning urinini ko'paytirib beradi. Keyingi qobiliyat bu o'q uzganda nishon o'q odamga tegsa metka qo'yib qo'yadi va qaqa borsa o'sha metka orqasidan yuradi. Va yana bir qobiliyatimiz bu qobiliyat dushmanlar qayerda emas. Masalan, bu qobiliyat ishlasangiz dushman nechta odam hududda nechta odam borligini, nechta transport borligini ko'rsatib beradi.
Va nihoyat oxirgi qobiliyatimiz davolash ixtisosligi. Bu qobiliyatni ishlatganingizda do'stlaringiz nok bo'lib qolsa, do'stlaringiz ko'tarishni tezlashtirib beradi. Kartada yangilanishlarga o'tadigan bo'lsak, bu tug'ilish orolimiz ko'rinishi shunday bo'ladi. Eventimiz asosan 3 ta joyda bo'ladi: Miltda, Pochinki va Hospitalda. Mana endi ovozim yondi. Endi ko'radigan bo'lsak, bu joy A uyda. Old sezonni xotiralari uchun 8 yillik yubiley bo'lgani uchun old sezonning narsalarini qaytarishga masalan dinozavr sezon 2.7-versiyada adashmasam, S darajali uy, uning ichida kattakon lut bo'ladi. Uni kutish juda qiyin, ancha vaqt oladigan. Shaxsan o'zim o'ynab ko'rdim. Mana S darajaga chiqib, mana ko'rishingiz mumkin, 50 sekund. Mana ichiga kirgandan keyin tezroq kirsangiz, qani och. Zonada qolib ketdim. Mana PUBG Mobile 2026 Erangel kartasi bu yerda zona qayerga berishini qo'ygan. Masalan, hozir zona yo'qqa berayotgan bo'lsa, zona yozib bo'ladi bu yerda. Qanday lut narsalar olishimiz mumkin. Tezroq zonaga borish kerak, jonni ichib qo'yapti. Ulgurmasam kerak menimcha. Aytmoqchi, bu 4-versiya o'yinga 10-12 mart kunlari qo'shiladi. To'g'risini to'pir olamadim, zonada bo'lib ketdim. Judayam jonni o'ron qirdi. Hozir yana bir yangiligimizga o'tadigan bo'lsak, keyingisi Faraon emas, Poseidon emas, Warren X kostyumi qaytadi. Oh my god! Wow! Bu X kostyum 7 levelli bo'lib qaytadi va ultimate ko'rinishiga ega bo'ladi. Warren yangi Phoenix X kostyumi ruletkasida keladi va Phoenix X kostyum mana bu ko'rinishda bo'ladi. Yana bir yangiligim esa o'yinga yangi superkar, ya'ni Apollo superkarlari qo'shiladi. Bugun yangiliklarim shulardan iborat edi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz barchangizga rahmat. Obuna va like bosishni unutmang. Doimo sog' salomat yuring.